Bir oyda chaqaloq necha gramm vazn yig'ishi kerak? Har bir onaning asosiy muammosi bu albatta bolalarning vazn yig'ishidir. Ayniqsa emizadigan onalar bola to'yyaptimi yoki yo'qmi, sutim yetarlimi yoki yo'qmi, buni qanday bilishni tushunmay qoladilar. Bolani yig'lashiga qarab, bezovta bo'lishiga qarab, ko'krakni qo'yib yuborishiga qarab va boshqa hokazo narsalarga qarab biz bolani to'yayotganini tushunmaymiz. Yagona buni aniqlash yo'li bu albatta oyma-oy yokida haftama-hafta vaznni o'lchash. Ya'ni Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining ta'kidlashicha, chaqaloqlar tug'ilganidan 4 oygacha bir haftada 155 grammdan 250 grammgacha vazn yig'ishi kerak. Bu bir oyda 1 kilo va undan ortiq degani. Agar birinchi, ikkinchi, uchinchi oylarda chaqalog'ingiz 400, 500, 600 gramm vazn yig'ayotgan bo'lsa, bu demak siz kam emizayotganingizdan dalolat beradi. Chunki minimum 600 grammdan ko'proq bo'lishi kerak. 400-500 gramm chiqayotgan bo'lsa, albatta xavotirga soladigan vazn hisoblanadi. 4 oylikdan keyin harakatlar ko'payadi, bola uyg'oq vaqtida ko'p chalg'iydi va kam emishni boshlaydi va albatta vazn yig'ishi ham kamayadi. Shunda 4 oylikdan 6 oylikgacha chaqaloqlar 92 grammdan 120 grammgacha bir haftada yig'ishi kerak. Mana shu raqamlarga e'tibor berib, bolangiz yaxshi rivojlanyaptimi yoki yo'qmi bilsangiz bo'ladi. Emizish va ona suti haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta sahifamga obuna bo'ling va pediatrlarning vazn kam, vazni ko'p degan gaplariga ishonmang. Aynan raqamlarga e'tibor bering va necha gramm yig'ganini oyma-oy yozib boring.